Dahshat o'yin bo'ldi, do'stlar. Super o'yin bo'ldi. Erta tongda mana shunaqa sensatsiya ulashyapti Al Hilol. Al Hilol bosh murabbiyi Simone Inzaghi va shu musobaqa davomida ham haligi havoda samolyotni remont qilish mumkinligini ko'rsatib berdi. Ya'ni jamoani rosta kamiga internatsionaliga aylantirdi. Ani Inter esa butunlay bilmadim, Saudiya Arabiston chempionatida o'ynaydigan darajaga tushib ulgurdi. Va mana bu oqshom xuddi Barselona bilan kechgani kabi 4-3 hisobini qayd etyapti. Vaziyatlarga qarab chiqing, imkoniyatlarga qarab chiqing, juda o'xshash, raqamlarda o'xshash. Lekin bitta ko'p gol urish bor. Burchak zarbasidan foydalanish bor. Maksimal havoda yutib olish bor jarima maydonchasi ichida. Har bir vaziyatni qadriga yetish bor. Inzaghi jamoani almashtirib ham darajasini o'zgartirmaganini ko'rsatib berdi. Gvardiolani yutyapti, do'stlar.